Davay menga to'plaring, davay devoman, davay. Xo'p, brat, davay sovuqqa chiqib ketdim. Axir brat kun issiq-ku. Davay devoman. Yur, uchinchi qo'riqchi. Yur, sanam yur. Xo'p, yo'maya bularga hayron qolaman. Nima bo'lo? Bir deganda ishni bachasi bo'lmaydimi? Endi esa uy topishlarga bilan. Voy shu xo'jayinni baqirishi juda menga yoqmaydi. Endi nima qilasan? Avligini olasan, voy mana uy bo'lmaydi. Voy, mana uy bo'ladi, qara chutki ekan. Nada, xo'jayinga o'xshani, qana ichkarisi ochiqmikan? Yo'q, ochiq emas ekan. Voy, yo'q, eshik qulf. Endi nima qilamiz? Stop, menda bitta idea bor. Qanaqa? Mana buni o'rniga qo'ysa bo'ladi, menimcha chutki o'zida bo'ladi. Unda qolsa mayli, boshlaydigan unda qolsa mana sindir. Xo'p, mana opana qilib men qo'yishni boshlayman bloklarni. Hop, davay. Rasmiy chamning g'illaragi aylansin, aylansin. Aytgancha barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana men Shakrifman. Mengina videolarimga qo'shibsizlar. Alloh xullas hozirman shahardan kelayotgandim velosiped bilan bo'ldi. Tasavvur qilasizlarmi? Velosiped bilan shaharga yetdim bo'ldi. What the? Nima qildi bu? Bola qildilar, kirib ketibdi buni. Mayli bola, necha yuradi baribir qaranglar. Bola. Do'stlarim so'raganda qaraysiz, albatta bola videomga like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Sababim bola, tezroq kanallarimda amasda 1000 tadan oshiq obunachilarni o'tkazib tashlashim kerak va bola bu meni asosiy kanalim. Albatta bola bu kanalga tezda obuna bo'lib tashlaylar. Sababim bu kanalimda tezroq 5000 ta obunachiga erishmoqchiman va bola xulosga mana qishloqga yetib keldim. Endi prosta mana bu yerga qo'yaman. What? Nima yana bu? Bola mamcha biza adresdan adashdik shekilli. Bola sababi bunaqa qishloqda bunaqa uy yo'q edi. What the bola Minecraft fizika bu nima bu endi bola. Bola hozir adresni ko'raylikchi. Tak oppana adres Ayyo bola bu 10-chi qishloq, lekin mamcha bola bu qishloqni ortimiyo. Bu adashmasam meni uyim. Da bola bu meni uyim, tushunmadi bu. Bu kim? Mana bu yerda menimcha boshqa narsa bo'lish kerak. Assalomu alaykum bratanlar. Va alaykum assalom brat, qalaysiz? Yaxshisiz qalay? Yaxshi-da. Tushunmadim, bu yerga nima kelib oldilar? Axir bu meni uyim edi. Sizningizmi? Da. Endi bizaniki bo'ldi bu qoniqasiga. Prosta tak mana bu yerda yashayapmiz. Qo'rqmang, ana uyni o'zingniki. Mana shunda mana bu yerda yashayapsizlar. O'zi kim? Bunga o'zi kimdan chiqdi? Millioner. Millionermidi? Lekin millionerni hadis siqadi-yu, lekin qaysi kalla bilan buni oldinglar? Axir bu hamma mana bu uy menga tegishli va hamma uylar lekin yerga tegishli bo'ladi. Yerdan sotib olganmiz, qolsa dokumentlarni ko'rsatamiz. Yerda dokumentlari bor. Shunaqa hozir olmasa hozir yana pulga sotilgandir bo'ladi. Kref qara uyini daftar chiqdi va bu yerga qara bu yerga. O'zi kibr ekan bola, kibr ekan. Kibrlik qamala yomon bola. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom. Kirib yaxshimisan? Yomon. Nimaga? Ana uyni nimaga sotdingiz? Uy nima? Bana o'qib bitta aylandingizmi? Endi aylangan yerda o'zi nimaga sotdingiz? Menga hammasini tushuntirib berasiz, tushundingizmi? Xullas kalom. Kirib uyni ularga sotganim yo'q, prosta tak meni nima bo'ladi? Majbur qilishdi. Nima qanaqa majbur qilishdi? Xullas kalom, agarda men bunga uyni bermasam, meni oilamni o'ldiraman deyishdi. Sizning oilangiz bormi? Bittasi Farg'onada, bittasi Toshkentda, bittasi Buxoroda, bittasi Italiyada. What? Mayli, mer tushunaman, lekin buni xotinlari ko'p ekan va tak mayli unda qolsa bo'ladi demay merni bu ishga aralashtirmaymiz. Bu ishni o'zimiz hal qilishimiz kerak bo'ladi. Bratanlar, hatya ichkariga kirib daslamni olsam maylimi? Mayli, lekin ana bu yerdan kirmaysiz, mana bu yerdan отдельно ish qo'yib olasiz. Mana bu yerdan nimaga o'zi millioner qayerda? Ichkarida. Iltimos bitta kirib gaplashing. Yo'q deyapmiz, yaxshilikcha ketaymi, o'zi otashimiz. Xo'p, bo'ldi. Voy, chinarsan bo'la qurollarim amal bo'ldi. Mana uni qolsa mana bu yerda endi sindiramiz. Bola nima bo'ldi? Blok sinmay qoldi. Mayli bo'ldi, uni qolsa mana bu yerdan sindiramiz. Bola, lekin qarlarda bo'la bitta yomon tarafi qurollarim mana bu suvni ichida edi. Mayli bo'ldi, uni qolsa mana bu yerga taxtani solib qo'yamiz va mana bu yerdan biz mana buni va bu yerdan bola mana buni olib qo'ysa, mana buni endi kelar joyga solib qo'yamiz. Lekin bola, men uyimni eshigini qulfib ketgandi. Mana bu yerdagi eshik bola eshikni ham sindirib tashlashdi. Eshikni ham sindirib tashlashdi bola. Voy, insofsizlar demay, mana bu yerga yana bitta отдельно ish qo'yishimiz kerak. Insofsiz demanglar, amaliy gaplashing. Endi bizda emas, endi
mer milliarder majbur qilishadi. Mayli bola, tushunamiz, lekin bola ular millionerga ishlashadi-yu, lekin no bola oylik olishadi. Lekin bola ular nima qilishadi? Boshqalarga ziyon berishadi bola, shunaqa qilib aytishadiki, bizani aybimiz yo deyishadi xullas bola. Bola nima deyapman o'zim, nima deyotganimni o'zim bilmayman bola. Tilim sepidan ozgina chiqib ketdi bola. Xullas o'zgina sepimni hisoblamasam bo'lmaydi. Tana qolsa mana evni olamiz va все bola. Hammasi chotki normali, chotki nice guys qo'llash ham shunaqa gaplar. Taqana qolsa mana bu yerga bana solamiz va bola mana bu ketmomizga solib endi bola daraxt topib kelishimiz kerak. Yana mana bu yerga bitta eshik qo'ymasa bo'lmaydi. Taqana qolsa bola qana endi o'rmonga ketdik bola, o'rmonga ketib bitta daraxt topib kelamiz. Tak bola unaqa bo'lsa ketdi bola, tezroq borib kelaylik sababi vaqt cho'zib kelmayapti, video ham cho'zib ketadi bilasizlar bola. Nu daraxt chopish bilan video o'tkazish umuman bo'lmaydigan narsa. Taqana qolsa mana bu yerda mana daraxtni chopib olsa yetadi. Pol yetadi bola, tak qolsa va tak все bola, bitta daraxt men bilan yetadi. Tak qolsa tak meni buni taxtaga aylantiramiz va bizda 24 ta daraxt chiqdi. U bola o'zlaridan so'raganda qalaysiz albatta bola. Bu kommentariyaga o'tib kelinglar bola. Bir nima deb yozib qoldinglar bola. Ostida nima qilyapsiz? Soat videoni nechida ko'ryapsiz bola? Soat videoni nechida ko'ryapsiz? Shuni bola iltimos kommentariyaga o'tib yozib qoldinglar. Bu juda ham menga qiziq albatta bola. Obunachilarim meni nechida ko'rishadi, videolarimni nechida, soat nechida aktiv bo'lishadi. O'shanga qarab men ham bola YouTubega videomni qo'yaman. Tak qolsa qo'shni versiyadan foydalanib turaman sababi o'zim yasashga to'g'ri erinayapman. Bola stop. Axir eshitib mana bunaqa bo'lardi. Va bola mana bunaqa bo'lsa, все bola yetadi. Uchta eshik bola ko'payib ham ketdi. Takona qolsa mana bu yerga hoppa va все bola eshik qo'ydik. Takonda ochilib yopiladigan eshik qo'yamiz bola mana. Ochilib yopiladigan eshik bola. Nima deyapman? Tilim ham bola sepidan chiqib ketyapti. Bola lekin men uyda nima 3 kun bola 3 kun bo'lmadi. Nu mana notebook'im mana yerda turib qoldi, mana o'zida qo'shilarkan. Lekin bola telefonni olib ketdim. Tak unaqa bo'lsa endi bu yerda bizga kerak narsa bola keldi, mana bu kirib ko'raylikchi bola, o'zidan bilalarni o'zidan bitta so'raylik. Iltimos bola, mana bu ichkariga bitta kirib o'tay. Bilalardan ozgina xabar olaylik. Qo'ymading. Millioner tog'ov, nima deysan? Ichkariga kiraversinmi? Krif degan bola kelibdi. Mayli kirsin, qurollari yo'qmi? Yo'q, eshitmayman. Mana prosta mana telefon bor xolos. Qani bitta tekshiraylikchi. Mana tekshir qani. Bo'ldi, kiraver eshitmay ekan. Xo'p. Assalomu alaykum. What the voice shuncha uyib kreslolarmi? Vaqti cho'tki. Uyingga salom. Salom, endi yodingga tushdimi salomlashish? Sen bir salomlashing kerak. Sen meni uyimda mehmonsan, tushundingmi? Yo, o'zidan ketdingmi tushunchali. Men hozir qurollarim, bilasan, men hozir soqchilarim bor. No, to'g'risan, xo'sh, shunaqa bo'lsa, mana bu yerda nima o'zing bitta uy qurib olsam bo'lmasmidi? Xolos, uy qurishga erindim-da. Xo'sh, mana buni qurishga erinmadingmi? Buni soqchilarim qurdi-da. Yo, shunali, lekin uyingga kelib, voy, bara kompyuterlarni RTX nechi bu? Eng oxirgi modeli. Voy, protsessorlari ham cho'tki ekan, bola qaraylar, buni kompyuterlarni katta ekranga qaraylar bola. Voy, nima qilyapti bu? Mana bu yerda soat bor ekan, mana bu yerda divan bola. Voy bola, mana bu mazza qilib borib, shkaf bor ekan, shkaf ochilmayapti, qamayilib. Tak naqa bo'lsa, menimcha ana o'zi mashina ko'rgan edim, o'sha mashina ham o'zingnikimi? Asan o'zi qayerdan pul topasan? Mana men senga tushmayman. Hech ish qilmaysan, nima qilmaysan? Qayerdan topasan shuncha pulni? Men boshida tashlaganman, o'sha pullar hali ham turibdi menda. Tushunali, boshida ter to'kkanman-da. Boshida ter to'kkanman-da. Boshida ter to'kkanman. Tushunali. Mayli, unaqa bo'lsa, mana bu yashay qol, lekin bir og'iz aytsam bo'lardi. Mayli, stop. Ozgina sen menga juda ham yaxshi muomala qildingmi? Endi shunaqa bo'lib qoldi-da. Tushunali. Bo'lsa-ekan, ozgina tushunmadim. Sen meni telefon bilan basharangni yorib uraman. Bo'ldi. Ozgina yopsanmi? Bo'ldi. Sekin ko'taramiz. Opana. Bola, mayli, qolsa charchamanglar, men xullas ketdimi, bo'ladimi? Bo'ldi, qayr, sog' bo'linglar. Xo'p, xo'jayin ichkaridami? Ichkarida turibdi. Xo'p, bo'lsa ekan, hozir bu men bu bilan gaplashaman hozir. Tak unda qolsa bo'lsa ekan, mana bu yerga boramiz va qani merada tura qol, birochka. Oppa, xo'sh endi gapir. Yordam beringlar. O'zing urma. Baqirma, o'zing urma. Bo'ldi. Xo'sh, endi meni uyimdan kim javob beradi? Iltimos, menga tegma, ana mashina senga, iltimos, mashina senga beraman. Faqat menga tegma.
Ana Lamborghini nima? Da senga beraman iltimos. Tushunarli. Unda qolsa bu yoqqa. Xullas, endi mamcha boshqalarni unaqa uyini olmaysan. Yo'q, iltimos unaqa qilma. Xayr, bye va bo'ldi. Всё, o'sha tak. Unda qolsa endi bolani bu bratchilarni ham, ya'ni ana soqchilarni bir balo qilish kerak, sababi ular endi mamcha uyimga kirishmaydi. Uyimni oldingida qilib qo'yishim kerak. Unaqa bo'lsa nima qilamiz endi bolalar? Voy bolalar, animaysan. Hozir o'lmasa unaqa bo'lsa sekin va bola nima qilamiz? Bu yerdan bizda ishma yo'q. To'xtanglar. Bir stop, mana bitta idea bor. Mana tarafdan o'tib voz bola. Ammo qurolni bilaman. Unaqa bo'lsa, bratlar chechmasizlarmi? Normal jetga. Unaqa bo'lsa, mana bu yerdan sekin mashinani surish kerak ekan bolalar. Mashinani bu boshdan aytgan endi bizaniga o'zlar eshitdilar hozir. Unaqa bo'lsa, o'tira qolsangcha. Unaqa bo'lsa, bola orqaga ketdi, bola orqaga sekin bo'ldi. Mana bu yerga qo'yib ishni yopamiz. Endi esa bolalar ana bu yerdan qurollarimizni olishimiz kerak. Mana bu yerda qurollarimiz bor, bizani bilasizlar bolalar. Unaqa bo'lsa, voy barakat bola nima qilib tashlayman. Va bu yerdan sekin drabovik va bola sekin bratlar, tushunmadim. Qurolni chur. Qurolni ko'tarishdan mana bu qurolni olchi sal tezroq bo'lsa kerak. Bo'ldi brat. Bu yoqqa keldiring hozir. Sanam bu yoqqa va bola hozir buni biz quduqqa tashlab yuboramiz. Voy brat, bo'ldi. Voy men tushib ketdim. Voy nima qilyapman? Ko'tar. Bo'ldi, всё. Bo'ldi biza. Bolalar xolos kelamiz biz endi mana o'zlar ko'rishim mumkinki, biz bugungi videoda uyimizga qaytarib oldik. Yomon to'g'risi bo'ldi, juda ham charchadim. 3 kun uxlamadim. Endi sinbonlaman. Xolos uyda mazza qilib uxlayman bolani qolsa. Prosta.